Assalomu alaykum. Mani hurmatli qizlarim, sizlarga hozir ozonoterapiyani 5 ta eng muhim foydali taraflarini aytib beraman. Birinchisi, qon quyuqladi. Ozonoterapiya qonni suyultirishga yordam beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, organizmni kislorod bilan boyitib, bosh og'riqlarini ketkazadi. Uchinchisi, qon aylanishda yaxshilanish hisobiga ayolning kayfiyati yaxshilanadi. To'rtinchi tarafi bizaga shundan iboratki, ayolimizni qon aylanishi yaxshilanib, suyak ko'magini stimulyatsiya qilib, qon hosil bo'lishida ishtirok etadi. Beshinchisi, organizmda o'sha charchoq, uyquchanlik, holsizlik holatlarida yordam beradi. Agar sizda shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, demak ozonoterapiya olsangiz zo'r bo'ladi.